Qayt ikkinchi kuni zalga kelishga sizni nima majbur qildi? Обязанности. Kelishimiz kerak. Sport sog'liq garovi. Конечно. Hozir hammani bo'g'irsoqlar yeb yotgan paytda. Kecha yemadingiz? Yo'q. Sport hamisha qiladigan ish. Qarda aka. Qayt ikkinchi kuni sizni zalga kelishga nima majburladi? Boshqatda. Turing. Yo'q, maymunchilik qilma. Unaqa narsani tayyorlanadi oldin. Qo'shdan tayyorlanadi. Kecha bo'g'irsoq yeganimni. Boshqatda. Qayt ikkinchi kuni sizni zalga kelishga qanaqa kuch majburladi? Qanaqa yovuz yoki qanaqa yaxshi kuchlar? Sog'lom turmush tarzi qaytdi ikkinchi kunimi vaqt topsak zalga shoshaveramiz. To'ppa-to'g'ri. Hamma narsa imkonsiz qachonki Sinab ko'rmaguncha. yo'q. Qachonki qilib ko'rmaguncha. To'ppa-to'g'ri. Toshlarni joyiga qo'yish kerak. Har bitta trenajyorga soch qo'yish kerak. O'zingizdan keyin birovga yomonlik qoldirish kerak emas, tel qoldirish kerak emas birovga.